Iftorlikka ovqat qilay deb xolodilnikimni ochsam 1 kilo lahm go'shtim bor ekan. Nima ovqat qilsamikin deb rosa o'yladim. Non kabobni bir donasi 35 mingdan 45 minggacha ekan. Uy sharoitida 1 kilo go'shtdan nechta chiqarkin deb tayyorlab ko'rdim. Birinchi bo'lib oshirma xamirini tayyorlab olamiz. Iliq sutga dro'jja, tuz, shakarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan tuxumni solib aralashtiramiz. Elangan unni qo'shib xamir qorayotganimizda yog' sovaramiz. Ustini yopib issiq joyda oshirgani olib qo'yamiz. Xamirimiz yaxshilab oshib chiqquncha birozgina yog'da go'shtni ziravorlar bilan qovuramiz. Qovurilgan go'shtga mayda to'g'ralgan piyoz bilan chesnokni solib birozgina qovurib, suv solib dimlab qo'yamiz. To'g'ri tayyorlangan xamir xuddi shu ko'rinishda oshib-toshib ketadi. 4 qismga bo'lib dumaloq shakl berib, xuddi shu ko'rinishda birozgina yoyamiz. Ishkanida yopishib qolmasligi uchun orasida joy qoldirib listga qo'yib, vilka yordamida xuddi shu usulda teshib chiqamiz. 5-10 daqiqa dam oltirib, ustiga tuxum surib duxovkaga yuboramiz. Bu orada go'shtlarimiz yumshoq va mazali bo'lib pishgan bo'ladi. Nonlarimiz qaynoq payti usti qattiq bo'ladi. Umuman xavotir olmang, 2 minutda xuddi shunaqa yumshoq holatga keladi. Yaxshilab sovigandan keyin har birini 2 ga bo'lsak 8 ta nonimiz tayyor. Non ichiga go'shtni suvlari bilan solib, tomatli sousni quyib, qo'shimchasiga piyozni ham terib chiqamiz. Menga o'xshab achchiqni yaxshi ko'radiganlar uchun eng achchiq souslardan biri sous chilini qo'shib yesangiz bormi? Yana ham ishtahani ochadi. Sizningcha 1 kilo go'shtdan nechta non kabob chiqdi? Kommentariyga yozib qo'ying.